4 yildan beri beta talassemiya og'ir kasal tashxisi qo'yilgan. O'g'limga hozirda anaqa tomirlariga ham tushish qiyin bo'lyapti. Bir xil paytda qon ham chiqmaydi, bir xil paytda tomirlar yorilib ham ketyapti, qo'llari ko'karib ketyapti, chandir bo'lib ketyapti. Shu bolam uchun iltimos yordaminglarni ayamanglar. Sotadigan narsamiz ham qolmadi. Bolam juda qiynalib ketyapti. Bolam bechora bansiga borishni ham xohlamayapti. Shunchalik qiynalganidan qonni ham faqat yig'lab oladi. Vaqti kelsa uyqu dorilar bilan oldik qonni. To'xtatib qilgan paytlari ham bo'ldi. 2 marta uyqu dori bilan olgan paytlarimiz ham bo'ldi. Qilmasin menga, qo'limga nina tiqmasin deb yig'lab iltimos qilgan, doktorlarga aytgan paytlari ham bo'ldi. Iltimos sizlardan shu farzandim uchun yordaminglarni ayamanglar. Shu farzandim tuzalib ketsa, sizlarga bir umr duo qilib yashayman. Iltimos yordam qilinglar.